Bu oxirgi 10 kunlikda bu tayyorgarlik qadrini topish uchun. Qadr kechasi kuni uxlanmasanglar qadrini topgan bo'lmaydi. Haligi surunkali ibodat hosil bo'lganda qadr topiladi. Bitta kichkina gunoh qilib qo'ysa odam o'z qadr topolmaydi. Kecha soat 8 dan ertaman 4 gacha ibodat qiling. 12 da telefonni olib ularga ahmoq deb qo'ydingiz. Bu dash kun qadr topilmaydi. Qadrni topishning birinchi sharti bomdodni va xufonni jamoatda o'qish va surunkali ibodat uzluksiz katta yu kichik gunohdan xolilik. Gunoh qildi, bo'ldi qadr topilmaydi shu. Kattasi ham kichigi bilan, kichigi ham ko'z bilan bo'lsa ham, til bilan bo'lsa ham, quloq bilan bo'lsa ham. Qaysi a'zo bilan bo'lsa, kattami kichikmi gunoh qilinsa, qaysi bir kecha o'sha kecha qadr topilmaydi. Shuningdek qadr topishni shartlaridan bittasi biror bir musulmonga nisbatan adovat bo'lmasligi. Biror kishiga nisbatan adovat bo'lsa qadr topilmaydi unga. Mana shunga poklanish uchun, shu qadrga yetib, poklanib yetib borish uchun, to'g'ri o'sha bir kechada 83 yillik amalni savobini olish oson emas ta'sir. Bir kechada, bir kecha ham qarang, 8 soat 10 soat xolos. 8 soat 10 soatda 80 yillik ibodatni topish uchun o'ziga shart oladi, o'tirib olib uxlamasdan o'tirsa bo'ldi emas. Allohning adolati bor. Oldingi ummatlardan 80 yil ibodat qilganiga bergan narsani sizga 10 soatga berib oson jo'rib bergan. O'zi shart bo'ladi shunga yarish. Qiyin qilib bordi deydi aslida. Qiyin emas, bor gap shu. Alloh shunday qo'ysa nima qilasiz? Orzu bilan erishib bo'lmaydi bu narsalarga. O'zingiz o'tib shuncha o'tirdik, topganlarimiz endi topmagan bo'lamiz endi. Bo'lmadi bu odam Desiz topgan bo'lib qolmaysiz. Desiz topgan bo'lib qolmaysiz. Undan ko'ra nima qilishim kerak, topaman deb qarash kerak. Aqli bor odam. Va Allohning adolatini biling. Boshqaning 80 yillik ibodatini sizga 8 soatda berish uchun shunga shart qo'yadi u. O'sha uchun orzu bilan erishilmaydi. Mana shunga tayyorgarlik bo'ladi. Biz Ramazon Shabondagi, Ramazonni boshidagi hamma amallarimizni barobarda o'sha 10 kunda shunday tarbiya olinadiki, 10 kundan keyin boshqa odam bo'lib chiqadi inson. Hammadan uzilgan bo'lishingiz kerak. Hammadan o'ziz bilan o'ziz band bo'lishingiz kerak. Faqat Alloh bilan qolish kerak. İltijo bilan, istig'for bilan, salovat aytasiz, tahlil aytasiz. Qur'on eng asosiysi Qur'on. Qur'on o'qisiz. Qur'onni tarjimasini xatm qilib olishingizdan mumkin. Oyatni o'qib, ma'nosini o'qib, lekin sharti ibodat ruhida o'qish kerak, iltijo bilan o'qish kerak. Mana shunday inshaalloh Ramazon topilgan bo'ladi, Xudo xolasa. Gunohdan yuvilib chiqadi shunday inson. Mutlaqo. Shuning uchun sahoba-i kiromlar Ramazonni 6 oy burundan boshlab kutishni boshlardi deyishadi. Chunki Ramazonda shunaqa ruhoniyat olishgan uchun. Boshqa vaqtda ibodatda bo'lishgan. O'sha vaqtda ruhoniyat tugal bo'lgan. Hatto qadrni sahobalar tushlarida kim tush ko'rdi? Qadrni qanday topdinglar deganlar. Bu yil hamma yerlarning tushinglar qadrni 27-sini ko'rsatdi. Ramazonning 27-sini qadr ko'rsatyapti deganlar. Qadr ko'chadi. Rojih qavlga ko'ra ko'chadi. Faqat 27 bo'lmaydi. Alloh xohlagan kunini tayin qiladi. Lekin bir kun tayin qiladi. O'sha bir kun qaysi qachon bo'ladi esa g'oliban oxirgi 10 kunlikda. G'oliban tog' kechalarida. Lekin tog' kechasini qaydan bilasiz? Birinchi kundan chiqarilmaydi. Oxirgi kundan chiqariladi. Masalan, 1-mart kuni ro'za tutdingiz. Ha? 26-martdan 27-martga o'tar kechasi qadr bo'ladi. Boshida hisoblaysiz-da 27-kecha. Shunaqa bo'ladimi? Biz hisob kitoblarda 20dan 21ga o'tar kechasi birinchi tog' kecha bo'ladimi? 19dan 20dan 21ga. 20-martdan 21-martga o'tar kechasi birinchi tog' kecha, 26dan 27ga o'tar kechasi qadr deb o'ylaysiz. Buni hisob qilinmaydi.
qachonki Ramazon tugab Shavvol oyi ko'ringanda oxiridan hisob qilinadi. O'shaning uchun oxirini ko'rmaguncha bilmayapsizmi? 20 bilan o'tirish kerak. Qaydan bilasiz? Agar Ramazon 30 kelib 30-mart Ramazon ro'za bo'lsa, demak, haligi gap to'g'ri, 26dan 27ga o'tar kechasi haqiqatda qadr bo'lgan bo'ladi. Lekin 29 kelib qolsa-chi? Demak, o'zi asli bir kun oldin boshlangan bo'ladi. Biz bir kun keyin boshlagan bo'lamiz. Demak, 25dan 26ga o'tar kechasi bo'ladi o'zi asli. 19dan 20ga o'tar kechasi birinchisi toq kecha bo'lgan. Biz uni Ramazon tugaganda bilamiz. Shuning uchun birinchi boshi 20-kechadan boshlab o'tirish kerak. O'zi asli boshidan Ramazonni. Lekin 3-10 kunlikni hisoblamoqchi bo'lsangiz, o'shundan hisoblash kerak. Bugun jup uxlab olaylik, ertaga toq o'tiramiz deyilmaydi. Chunki siz jup deganingiz toq o'tib chiqishi mumkin. Chunki oxiridan hisob qilinadi. Oxirgi kecha 30-kecha deyiladi har qanaqasiga. Undan oldingisi 29, undan oldingisi 28 bo'lib keladi. Shuning uchun 19dan boshlab, ya'ni 20-kechadan boshlab boshlash kerak. 10 kunlikni. Endi shunda aytganimizdek, o'sha zikr, ibodat va hokazo bilan o'tkaziladi. Ahllarga ham o'tishni o'rgatish kerak. Ayollar uyda etikab o'tirib oladi. O'z mamlakat hovlisi katta uy ko'p odamlar bitta uyni, bitta alohida namozxona qilib qo'yish odat bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi o'sha, shunday qilib qo'yish kerak. O'sha yerda etikab o'tirib oladi.